Assalomu alaykum qarindoshlar. Men San Fransiskodan Qadirjon, hamma vaqtingizni salom yo'llayman. Hozir shu Taravni yenib sizlar bilan bir yangi bir temada o'toqlashib, shu videoni ishlayapman. Bunda bu bizninki bu Ramazon Usmon bizdan qo'shilib qoldi. Ya'ni 2 kun qoldi endi. Hammalarni yana bo'lsa shu 2 kunni obdan foydalanib bizga yaxshi o'zgarishlarni olib kelishni, shuni tirishni umid qilaman, Allohni tilayman. Temamizga bugun kelsak, bugungi temamiz yangi bir tema. U bo'lsa, siz bagichimi, og'ichimi? Bunun qabul hukumuzda bu nima bagichimi, og'ichimi? Şimdi ba'zi bir turmushda ba'zi bir odamlarimiz bor ki, ba'zi bir odamlarimiz u to'xtamay jamoatchilik ish qilsam, boshqa yordam qilsam deb turgan odamlar bor-ku. O'zinki shaxsiy manbani o'qib jiqlam haqlari bir to'p qo'shadigan odamlar bor-ku. Yana bir odamlar bor, to'xtamay shu olsam, jiqra olsam, bermasam deydigan shaxsiy odamlar bor-ku endi. Bir davlat professor nurg'un shirkatlarniki xodimlarni tadqiq qilib, ularning kunlik ishlariga, kunlik turmushga yaqin kuzatib, xizmatdoshlardan paranglashib bir mazgil tadqiq qilgandan keyin manda xulosa chiqibdi endi. Bu odamlarningki xizmat neticesine üçlü ağrıtıcı. Birisi tüven, birisi normal, birisi o yaxşı dep cümle. Tüvenden başlasak, sizden sorup baksam, sizce bu hizmet neticesi tüven adamlar bagichi mi, og'ichi mi? Balkim nurg'unlar deyishim mumkin, cho'qim og'ichi deyishim mumkin. Og'ichi deyishim mumkin. Ammo qiziqarli bo'lgan yeri bu natija to'g'ri odamlarcha bagichi ekan-ku. O'tiralga odam nima? O'tiraldagi natija o'tiral odam qanday ekan deb o'qisanglar, bagichi mi, og'ichi mi? U og'ichi ekan. Ama hozir xizmat neticesi en yuqori bo'lgan odamlar qanday ekan deb uni bazı basanlar ajmi bazı basanlar shu bagichimi, og'ichimi? Bomba qilganligiga natija yaxshi bo'lgan xizmatchilar bagichi ekan-ku. Nima ish qildi o'ziga vaqtda? Buni cho'nqirroq nima qilib hamda-chu. Buni eshitdi, buni yoshna bo'ldi debchu. Tuvaning kasagana-chu. Bagichlar. Ba'zi bir bagichlar bor-chu, zada o'zingiz putilni unutib qilib, o'sha haq qilamchu. Yordam qilganlar bor ekan-chu. Men bir depam desa, o'zini tashlab qo'yib, o'zini tashlab qo'yibchu. Haqi yordam qilganlar bor ekan-chu. Yordam qilib o'zini qilolmay, ba'zi xudo haqiqatan bagichga berib yetib, o'zini ishini normalga o'tishni qilolmay, shu jihatdan endi xizmat tuvan bo'lib qolganlar bor ekan-chu. Og'ichilar nimishni o'tirib turdi degan vaqtda, u aslan deb turgandan keyin o'zini ishini qilasam, o'zini chiqarsam bo'ldi deb ana bo'lgan haqiqatan shu inigani qabul qilgandan keyin o'zini ishi vaqtida bitib o'tirib turdi ekan-chu. Nemishqa bagichlar gurtki odamlar unumi xizmatni eng yaxshi gurtkilar shu bagichi desam-da. Bu birg'alimni jiq to'xtamay haqla adam qoqqandan keyin bu ozroq bir mas'ul uchrab qolsa,
jiq odamning qo'liga erishib u jiq odamga yordam qilma deb bazotalik jiq yordamga osonlab erishar ekan unda bu odam jiq ora buni ursa deb xalqlar yordam qilgan ekan xalqning yordamiga erishmak oson bo'lgan bularga shunday qilib bu grup odamlar anda ne yaşlı olurken. Ama ma tüvendeki yıllık belge verirler. Ma yukarıdaki belgelerden farkı ne oldu ya aslında? Bu yukarıdaki belgece üzerine iştirak kıpılap anda malum bir vakit çıkarıp kalk yardım kılırken. Abi yambırlık belgeler var. Ben diye hizmetimiz tüvenler canım da. Uğula şu üzerine bakafla unutup getirip haqqılam qasam bo'ldi deb shu jihatdan endi uzunchilik qilmay endi tuvanchilik qila olib ekanchi. Bu asosiy sababi mushunday nima bo'ldi deb shunga ishlar ekan endi. Ikki men ikki mush to'g'riliq ham debchi ikkisi bir yana sizlarga o'rtoqlashmoqchi. Birisi endi burunmu yan bir ben video işleyen diyendim çoğunluk. Bu muvaffakiyetninki kalite sekri diyen videonun işinden de. Diyen şu Allah bu cihanın işine yarattı ki biz bir yerga adam qilsak bir yerdan keldi bizga deb şu. Aslab keldi deb shuni qo'ygan. Qilsanglar ash videoni izlab ko'rib olsam bo'ladi. Bu yana ma'nolar yana udan maxsuslanchilik emaschu markaziy ideya bir nima qonuniyatchi unda shuni qanday qilamiz yozda xizmat bilan do'q hamda ma'zi hatto bu tadqiqot shu xizmat o'rni bo'lgan bo'lsa unda uni biz turmushimiz naqsa bo'ldichu o'zimizningki dag'mak o'zimizningki tahmak yaxshi bo'lish uchun cho'mda ham jamiyatga to'kib qo'shish uchun jamiyat bag'ichilar bilan tahmak go'zal bo'ladi-ku. Jiq berib tursa bir boshqa jiq o'ynab tursa jiq bo'lsa bu jamiyat go'zal bo'ladi-ku. Shunga bu davom ettirish uchun hammalarninki birsi xizmatlar emas. Xizmatchi o'zini ishini qilib, ishni qilib tavqaliy vaqtda ojizchi haq izimizmi berib ba'zilarga bunda qiyinchilik yordam odamlarga yordam qilsak xizmatlarga ba'zilar anda bir ba'zi masala yeshamay qolsa albatta boshqasi oldirishlar qilgan bo'lsak ash vaqtni chiqaribchi uning qanchalik qaytishini uncha o'ylamay berish masal qilganda yordam masal qilganda ash yordam qilsakchi uni hisoblamaychi uning men mana shu ba'zi mana shu kasb deb uni hisoblamay basak bu bir davomli bir mashhur ekan u ashuna qildi ekanchi u shu idoraniki her idoraning ashunimizda hamda 10 minut tek vaqtni chiqarib shu yordam qilgan yer bormidi deb izlab turib qildi ekanchi bu ashuna qilganda keyin ben degandek ash vaqtni chiqarib shu kunda shunday bir vaqtni chiqarib shu masala izlabchi yordam izlab yordam qilgandan keyin bu odamga jiq yordam yana qaytgan haqmi bu o'zi yordam qilgandan keyin endi haqlar bu yordam izga olsa haqlarda nadi asl bilan bungacha yordamni qaytarish uchun yordam qilgan bunacha yordam bo'lishdan qo'shal bo'lgan odamga yordam qilishni shunga o'xshash
bu bir odatlanmagan bir shaklda seçiyorum da xizmat qilamdi turmush qilamdimi turmushdimi biz bir kunda xizmatdan bosh chiqib mana bir 5 vaqtdan chiqibchi yangi kelgan bolalar bo'lamdi bir telefon elib qanday ishlarni nagacha ba'zi bir paylik uchrab qolsiz-chu ba'zi bir qanday telefon-chu manda o'tgan mana davatdan manda uchrabdim mana buni qilib qo'ysang deb endi bir boshqa qilib bilan shop qolsa-chu endi o'tgandaligi yim to'ldirib deyotgan yordam bo'lib qolsam yordam qilsam debchu shu ozroq vaqt chiqarib to'xtamay yordam qilib tursak-chu endi bu shunaqa qilsak bizning jahonimiz hamma go'zal bo'ladi-chu endi jahonni go'zal qilish uchun hatto shu bu ideyani qo'ygan odamning professor ismi Adam Grant. Bu odam tashkilot psixologiya nima deyapsa bu odam shu yozgan kitoblar shu bag'ichimu og'ichimu degan kitoblar shidamda shu ideyani o'tirib qo'yapti endi buni degani endi-chu abalg'alak endi biz jahonni xizmat maktab idoralarni gullantirish uchun bizga endi bidg'onlar jiq bo'lsa yaxshi deydi ekan yana birisi hamda ikkinchisi oldiganlarni-chu oz qilsak nima ishlayapsa agar hamma bir bagichi odamni oldiganlarni yechib qo'ysak bu oldiganlar bejiqkan bu deb oldiganlar bejiqkan bu deb bagichi qizg'in yo'q tutganchu shunga odam degani hamda xizmatni ishiga umumiy ko'tarish uchunchu oldiman deb turganlarni ularni esa uni sonini tuvantish kerak shu endi yana bir mushondan yana bir masala chiqdi endi qanday og'ir emas bu endi-chu bir ko'rablamchi bir og'ichi bu odam berdimi oldirmi bu odam qanday og'ir emas deyapsa bir necha nimani o'tirib qolibdi endi birisi berdigan odamlar shu nurg'un ishlarga nurg'un nimalarga ma'qul bo'ldi balki xalqlar bir xil bir idea qo'ysa uni qo'shiladigan asosan qo'shiladigan odam ekanchu bu bir idea qo'ysa uni aksiya oldinga turgancha to'xtamay nima qilib shu savol so'rab shu odam bilan bir fikr kelmaydigan oson kelmaydigan bir odam bor ekan ammo yana bir jihatdan hamda-chu haqiqiy fikr qo'shilmaydigan bajrama bormi deyapsa bor ekan u qanday deyapsa u odamniki endi mahsi berish yordam qilish bo'lgandan keyin nurg'un vosita bergan qo'shilman nimasi uchun samimiy rostchil bir tutami bor ba'zi bir qo'shilmaydigan ideyani qo'ydi ekanchu endi ham uning meni aksiya qo'shilib turib ason bir fikr qo'shilib turib shu og'ichim bormi deyapsa undan bor ekan ammo undan qo'shilganlarchu tuvanchu gapdan qo'shildi ekanchu qo'shilgan saf qo'shildi ekanchu ichidan emas shu qo'sh qilish uchun qo'shilganlar bor ekanchu shu hamda yana bir xulosa qilib qolsak hamda bu bag'chilar og'ishlarni qanday og'riymiz deyapsa ben degandek birisi masalan qo'shilgan qo'shilmasmi ammo bagan qo'shilmagan nima ideyasi rostchil ammo haqiqiy odamga bir foyda qilgan unda qo'shilmaslar
alınıp duran ağaçlarga de. Onda adam qanday bo'lgan deyapsa, osonlikchalik qaram yamasam qo'shilmaydigan, takrorlashib turadigan. U birisi, hatta qo'shilmasmi nadaqa tuyan nimadan cho'rqa, saxta qo'shilishi nati saxta. Anda bu odamlar shu, ashna nurmasda shu og'ichi bo'ldi ekan, shunda. Şuna inşallah bizimki Uyghur cemaatimizni biz aldığımızdan noktadan nurlaştaba cemaatimizni gündürüş için bu Uyghur cemaatini gündürüş için biz yaşatkan muhitlarni dünyada hem bek güzel kılış için çok biz cık haklar için oylap bir belge bulaylık. Buldu. Birinci tema muşu anda sizlarni mushtimlarda bir o'ylantirish berishni umid qilaman-da. Qanday yana bir yaxshi fikrlar bo'lib qolsa, so'z qoldiringlar. Men boshqa umid qilmayman. Yaxshi ko'rsanglar, 5 marmag'ini besib, epeskichu. Yaxshi ko'p qo'shinglar bu videoni. Yana birisi, xizmat o'rtoqlashsanglar, yana mana shu vaqtda shu men chiqarmoq shu videolarni vaqtidan da xabar bo'lish uchun mana o pestga subscribe qilib qo'ysanglar, tinglasanglar, shuning uchun men uchun eng chong qo'llash o'ylayman. Bo'ldi, birga misharlar. Yana ko'rishcha hammalarga xayr tilaylik. Allohga emanet.